70 ming so'mga Qozog'iston giyinganmisiz? Hamma narsa optim bahoda. Qaranglar siz aytaman. Ustimdagisi 90 ming so'm, chalbirimiz 80 ming so'm. Bundan ham assortimentim ko'p. Bu neda desangiz, Elo brendda hozir go'staman. Yine ishida turgan hamma chalbirlarimiz hammasi 80 ming so'm. İnişinin sifatına 5 ketdim. Emblemasini göstermasiz hozir. Ko'ring. Sifatına gap bo'lishi mumkin emas. Imonda esa brend narsalar. Bular nechun bu bahoda didon bo'lsangiz, bu yerda assortimentlardan har qasidan 2 dan 3 dan 3 dan qolgan, ya'ni razmer buzilgan. Bular pachka sotgandan keyin pachkaning razmeri buzilsa, shu bahoda ketadi. Ya'ni bular bu yerda qo'yganimdan ko'ra dedilar, hammasini xalqqa 80 ming so'mdan berganim yaxshi dedilar. Hammasi yipqa tovar. Hammasi yipqa. Sifatına gap bo'lishi mumkin emas. Ag'an uchun Qozog'iston bunchalik skidcha bo'lib turibdi. Skidka qo'yishimizdan maqsad birinchilab xalqimizga qulaylik yaratib berish Ro'za Ramazon oyida. Bu narsalar biz optim sotganimiz uchun bemalol skidka narxda sifatli narsani qo'yib berishimiz mumkin. So'z isboti. Hop. Şöyle hammasi sifatli. Hadi il Turkiya deydi. Ko'pincha Xitoy ekan orasida Turkiya ham topiladi. Sifatini gap qilish mumkin emas. Qalin emas. Hammasi o'sha bahorgi, yozgi ham bo'ynab. Futbolkalardan ham bo'ynab eng kattalar. Bu sanasi chekadon bo'ladi buni. Chan sanagadan. Sanasi 7-martdan 12-martgacha bo'ladi. 4 bozor bo'ladi. Biz skidkamiz, yana aytib o'taman, Elo brend do'konining birinchi filiali 164-do'konining tashqari qismida bo'ladi. Ichkari qismdan sifatli narsalarimiz ko'p. Bu narsalar ichkarida sotilib turgan narsalar. Shuni prosta bu yerda sig'moni uchun tashqariga chiqarib qo'yibmiz. Narxlari 80 ming so'm. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar do'stlar. 7-sidan 12-sina martin.